Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi dam oldinglarmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Mana ertalab vaqtli turib, ibodatlarimni qilib, suvlarimni ichdim. 5 minutkalarni qildim. Endi Adronga mol olishga yo'l oldim. Tez olib, keyin maktabga ishga o'tib ketaman. Hammaga yaxshi kun tilayman. Alo, go'shtli nonlar bor. Onlarni oldim. Hozir pochta qilib chiqasan. O'g'lim archa oldiga chiqib turadi. Menga nomeringizni aytsangiz, men telefon qilaman deb. Hasanboyga yetganda telefon qilib yuborasiz, xo'p? 99. Onlarni oldim, alhamdulillah. Endi maktabga yo'l olaman.